Allo, aya? Men roza tutmoqchiman. Ro'zani 10-kunimi? Ha, bo'lmaydimi? Bo'ladi, tutaver. Xo'p. Ana roza tutganlar uchun suv yo'qmi? Tushundim. Allo, aya, vaqt o'tmayapti-ku. Biror kimga yordam ber, savob ish qil. Hayvonlarga ham yordam bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Allo, aya. Men baliqlarga yordam berdim. Nima qilib yordam berding? Magazinda hamma baliqlarni olib bitta amakiga berdim. U amaki hamma baliqlarni uyiga qaytarar ekan, daryoga. Aka, bu qancha? 300 ming. Ana roza tutganlarga skidka qilib bermaysizmi? Mayli, qilib beramiz. Qancha skidka qilib beraylik? 28 ming pulim bor edi. Uyalmaysizlarmi ro'zoyi shunaqa ish qilishga? Aql o'rgatyapsan? Sen qonunning aql o'rgatmagan. Senga o'xshagan ba'zi bir insonlar uyalishi kerak. Ertalab saharxo'rlik qilib, shu bilan iftorgacha uxlaydigan. Shu roza tutishmi? Kim aytdi? Ayam aytdimi? Nimani? Abidgacha uxlaganimda.